Bir oy oldin yuzimda ajin bor edi, ko'z atrofida mayda ajinlar, peshonamda hamda juda ham quruqlik bor edi, yuzimda so'lg'inlik bor edi. O'zimga yoqmasdi, lekin doktor Zarina Husayn qiziga kelib, ulardan shu dermatik mahsulotlarni oldim va effektini juda ham yaxshi sezdim. Juda ham yaxshi natijalarga erishdim. Yuzimda birinchidan ajinlarim ancha yo'qoldi. Yaltirash bor, qanaqadir svejlik bor, o'z svejlik borda o'zim yuzimda ham. Juda ham xursandman bu narsadan. Agar muolajalari, shu uxlatlar o'z vaqtida qilsa, ketma-ketlikda bajarsa, shu kosmetolog tavsiyalariga amal qilsa, 10 yilga yasharish mumkin. Sababini qilish kerak faqat. O'z vaqtida muolajalari bajarsa, uxlatlar o'z vaqtida qilsa, tavsiyalarga amal qilsa, ketma-ketlikda bajarsa, 10 yilga yasharish mumkin. Bemalol, chunki o'zimda effektini sezdim. Sizning ham yuzingizda ajinlar paydo bo'layotgan bo'lsa yoki chuqur ajinlar bo'lsa, bemalol doktor Zarina Husayn qiziga murojaat qilishingiz mumkin.